28 misolda AB'ni 3, B'sini 4, C'ni 5 bergan ekan, A'ni so'rayapti ekan. Bitta endi 3 kvadratiga 5 kvadratini qo'shamiz va tenglaymiz 4 kvadratiga x kvadratni. Bitta tenglasak 3 kvadrat plusdan 5 kvadrat teng bo'ladi. 4 kvadrat plusdan x kvadrat. 3 kvadrat 9, 5 kvadrat 25. 4 kvadrat 16, tengda bag'ga o'tib oldim, minus qilib. Shunda x kvadrat bularni qo'shargandan keyin 18 chiqdi. X topish uchun ilzosni 18 da nima qildim? Ilzdan 3 chiqarib yubordim. 3 ilzosi 2 bo'lib qoldi. Keyingi misolda bu ham shunaqa bo'ladi. X kvadrat plusdan x plusdan 8 kvadrati x kvadrat plusdan 16 x plusdan 64 16 x plusdan 64 teng bo'ladi. Endi bu x plus 5 kvadratiga 2x kvadrat bir yo'limni qo'shib yozyapman. Bu x kvadrat plusdan 10x plusdan 25 bo'ladi. Plusdan 20x plusdan 50. Ikki x kvadratga ketadi bular bilan qisqarib. Xo'sh, 64 64 ni 50 ga ayirsak 14, 16 ni bag'ga olib o'tsak, 16x bag'ga olib o'tsak 20x dan ayrilib 4x qoladi. X qiymati bitta 7 taqsim 2. 7 taqsim 2 bo'lsa 3,5. Şöyle doğru kirada. Keyingi misolda A, B'ni 6, C, D'ni 8 bergan ekan. A, D'ni kvadratiga B, C'ni kvadratini qo'shish. Mayda x elitsa. Mayda x olamiz. X kvadrat plusdan y kvadrati teng bo'ladi 36 plusdan 64. 6 plusdan 64. Qo'shadigan bo'lsak bular kvadrati yig'indisi 100 bo'ladi. Keyingi misolda A, B'ni 5 bergan ekan. A, B'ni kvadratiga B, C'ni kvadratini qo'shsak 61 ekan. A, B'ni kvadrati x, B, C'ni kvadrati y. X kvadrat. Endi bitta x bor ekan. O'shancha bitta A yo B deb olaverdik. A ning kvadrati plusdan B kvadrati teng bo'ladi 25 plusdan x kvadratiga. Endi bitta so'ralayotgan narsa C'dan so'rayotgan ekan. Bizda A, B'ning kvadrati 61 bo'lgani uchun 61 minusdan 25 tengni bag'ga olib oldim. Teng x kvadratiga bo'ladi. 61 dan 25 ta ayiradigan bo'lsak 36 ga teng bo'ladi. X qiymati 6.